Assalomu alaykum. Video dizayn.uz kanali sizlar bilan Akmal Ergashev. Bugun After Effects dasturida mana bunday animatsion tekst yasaymiz. Ko'proq bolalar uchun mo'ljallangan animatsion tekst YouTube kanallari uchun yoki biror bir yosh bolalar uchun mo'ljallangan proyektlar uchun ishlatsa bo'ladi. Xo'p, buni yasashni ko'rib chiqamiz. Demak, yangi kompozitsiya ochamiz Full HD formatda. Yangi solid. Birinchi biz fon yasab olamiz. Misol uchun background. Xo'p, bunga ramp gray gradient ramp beramiz. Hop. Kerak ranglarni tanlaymiz. O'zingizga chiroyli, ko'zingizga yaxshi ko'ringan ranglarni. Men fioletoviy hamda ko'kimtir aralash rangni tanlayman. Linerni radialga o'tkazaman. Buni ham almashtiraman. Hop. Hop, mana shunga o'xshash fon. Undan keyin esa yangi shape ochamiz. Yangi shape star. Hop, yangi shape tanlandi. Uni rangini o'zgartiramiz. Farqlashishi kerak orqa fondan. Hop, endi star 5 ta qirrali yulduzimizni qirralarini ko'paytiramiz. Buning uchun uni nastroykalarga o'tgan holatda Polystar pastga o'tadigan bo'lsa, mana bu points bor, points 5 ta turibdi, ya'ni tomonlari uni 5 ta hozir. Va shu tomonlarini biz ko'paytiramiz. Bir 50 tacha qilib va qolgan nastroykalarni ham o'ynab o'zimizga kerakli shaklga keltirib olamiz. Asosan bu yerda shu ichki inner radius, ichki radius, tashqi radius ko'paytiramiz. Ichki dumaloqligini ko'paytiramiz. Ana qaradiga simon bersak ham bo'ladi. Hop. Ko'ramiz. Biroz kamaytiramiz, 40 tagacha. Ko'payib ketibdi, 30 ta qilamiz. Hop, endi menimcha yomon emas. Animatsiyamizni bir 5 sekundga tushiramiz. Hop, endi srazu buni animatsiya holatiga keltiraveramiz fonimizni. Nastroykalar transformga o'tamiz va rotationni animatsiya holatiga keltiramiz. Boshlang'ich nuqta va so'nggi nuqta berib buni aylantiramiz. 360 aylansin. Ko'ramiz animatsiyamizni. Nazarimdan biroz tez orqaga qaytaramiz va 180 beramiz. 2 barobar sekin. Endi ancha yomon emas. Hop, bo'ldi. Background fonimiz bilan ishni tugatdik. Endi hop, yozuv yozamiz. Endi biza biroz yosh bolalarga mos shrift tanlashimiz kerak bo'ladi. O'zimizga ma'qul kelgan joyga joylashtiramiz. Endi asosan markazda, agar bir qator tekst bo'ladigan bo'lsa, markazga joylashtirdik. Hozir buni rangini ahamiyati yo'q bizga.
Chunki bu narsa baribir 3D ga o'tkazamiz, 3D element bilan ishlaymiz. Ana endi 3D element sloy ochamiz, solid. Adashib ketmaslik uchun buni nomlab qo'yamiz. Misol uchun element. Hop, solid berdik. Endi Video Copilot effektlariga o'tib element 3D pluginini ishga solamiz. Hop, endi tekstimizni ko'rsatish uchun nastroykasidan custom layers, custom text and masks va yo'nalishda Happy English tekstini ko'rsatib olamiz. Keyin setup bo'limiga o'tamiz va extrude bossak, extrude'ni bossak, bizga o'sha tekstimizdan 3D sloy qilib berdi. Ham yaxshi. Endi bu sloyimizni ustida biroz ishlaymiz. Oldin material berib olamiz. Misol uchun materialni tayyorlab qo'ydim bundan oldin va sizlarga hozir boshqatdan ko'rsataman. Istalgan bir tayyor o'zini programmasida boshlang'ich materialni shu oddiy white bersanglar ham bo'ladi. Va buni ustida keyin ishlaysizlar. Mana white materialga o'tgan holatda botda nima qilindi? Botda o'sha diffuse color rangini sariq berildi va reflection color ham xuddi shunaqa sariq berdik va intensiveness'ni, ya'ni o'sha ta'sirchanligini 70 atrofida berildi. Ya'ni reflection oynaga o'xshab o'sha blesk отражение deymiz. Hop, ana endi yana qiladigan ishimiz botda extrude'lar bilan ishlab olishimiz kerak bo'ladi. Ozgina segmentlarni ko'paytirib extrude'da ozgina oshiramiz. Ya'ni avvalroq dumaloroq holatga keltirishimiz kerak bo'ladi. Dumaloroq holatga keldi. O'sha ba'zi bir nastroykalarni o'ynasanglar, o'sha bevel size, razmeri, chuqurligi, qalinligi, segmentlarning kam ko'pligi bilan ozgina ob'yom beriladi. Hop. Menimcha yomon emas. Endi ko'ramiz. Okay. Happy English. Endi bu yerda ozgina kam kosti bor. Buni hozir o'sha render settings bo'limiga o'tib, ozgina svetlari bilan o'ynaymiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz отражение environment bo'limini nastroykalari bilan shug'ullanamiz. Undan keyin lighting bo'limiga o'tib, lighting bizga kerakli lightingni bersak ham bo'ladi. Yana bitta light beramiz. Bu lightimiz ambient light. Endi yana ba'zi bir nastroykalari bor. Ambient occlusion bo'limiga o'tib, enable ray trace qo'yamiz. Yana ham realistichroq ko'rinish berish uchun shadow mapping, ray traced. Hop. Ambient occlusion. Automatic. O'zingizga yoqqan, o'zingizga ma'qul kelgan natijaga erishguncha ba'zi bir nastroykalarni ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Har bitta nastroyka har xil natija beradi, har xil ko'rinish. Shuning uchun bularni albatta hammasini ko'rib chiqish kerak. Hop, ana endi o'zingizga ma'qul bir rangga, o'zingizga bir ma'qul отражениеga keltirib olganingizdan keyin animatsiyaga o'tamiz. Animatsiya bo'limini group 1 bo'limini tanlaymiz, ochib
particle replikator bizga kerak bo'ladi. Hop, ma'lum bir animatsiyaga tegishli bo'lgan joylariga to'xtalib o'tamiz. Bu yerda endi harflarning har bittasiga ta'sir qilish uchun alohida biza multi obyekt bo'limini tanlashimiz kerak bo'ladi va enable qatoriga galочкani qo'yib qo'yamiz. Hop, endi multi obyekt bo'limida mana aylantirib har bitta harf alohida ta'sir qilyapti o'sha. Shunani ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Hop, endi menga rotation random kerak. Ko'rsanglar bo'ladi. Hop. Tasodifiy random va size random ham shu maydadan kelib katta bo'lish kerak bo'ladi. Undan keyin ma'lum bir sekundlarga kelganda bu joyiga keladi. Bu ham deyarli aylanadi. -100 qilamiz buni. Hop, displacement ham o'ynasak bo'ladi, prinsipi. Hozir ko'ramiz, displacement x sen yoyaveramiz. Aslida random bilan ham ishlaymiz. Bu holat kelganda esa 0 0 va size ga ham beramiz. Size 1 da turadi. Botga kelib kattalashadi. Hop. Va 4-sekundga kelganda hozir bu rotationni y o'qi bo'yicha yana nuqta qo'ydik va bu 360 ga bitta aylanib oladi. Bu esa hop, size'imiz yana orqaga qaytaramiz. Happy English. Mushtal qiyshayib o'tirsa ham bo'ladi. Mana ko'ramiz. Yana yig'ilib orqaga bitta animatsiya bo'lib tushyapti. Endi bitta kamera ochib hozir kamera bilan ishlay olsak ham bo'ladi. Keyin uzoqlashadi. 3-sekundda ozgina yaqinlashadi va 4-sekundda yana uzoqlashadi. Ana endi yana bitta qo'shimcha qilamiz. Mana shu 3D harflarimizni ustiga tekstura yotqizamiz. Men internetdan tayyor tekstura oldim. Yo'l chiziqlarli. Hop, buni shu kompozitsiyamizga tashlaymiz va o'chirib tursak ham bo'ladi va elementlar nastroykalarida kirib custom layers bo'limidan custom texture maps qatorni ochamiz va non
o'rniga biza o'sha teksturamizni belgilab qo'yamiz. Xo'p, undan keyin material qatorimizda bu hozir sizlarda bo'lmaydi. Material qatoriga kirib, white tanlab, tekstur bo'limiga o'tib, diffusedan shu mana shu tanlaydigan bo'limni ochib, mana shu teksturani ko'rsatib qo'yish kerak bo'ladi. Qataveramiz, ammo tegdik yozuvni. Xo'p, endi bu teksturani o'zingizga yoqqan shaklda joylashtirsangiz bo'ladi. Buning uchun extrusion model va UV mapping bo'limiga o'tib, mana shu UV box plus xilma-xil anaqalari bor. Va e'tibor beradigan bo'lsangiz, sizlarda shu harflarda uzr paydo bo'ladi. Bu ham bitta ozgina joziba qo'shish mumkin. Va yakuniy animatsiyani ko'radigan bo'lsak, e'tiboringiz uchun rahmat. Darsligimiz yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kommentariyalar qoldirishni unutmang, izohlar qoldirishni va albatta obuna bo'lishni ham. E'tiboringiz uchun rahmat.